Yiliga $500 million daromad qilish xohlaysizmi? Marhamat, cho'lcha bor. Mana cho'lcha. Mana men hamma pulga ishlaydi. Men bu tekin madakachilar. Bitta qatorda 15 tonna chiqadi. Bitta qator 23 million. Har bir marta Toshkentga borishim 2 million. Qaytishim yana 2 million. Gulab kelaman-da. Birinchi chuvalchang olib kelganimda 7 millionga chuvalchang olib kelganman. O'shanda ayolim ham dadasi deb kulishgan. Hamma aqlli insonlar hayvon boqadi, novvos boqadi, qo'y boqadi, chuvalchang boqasizmi deb kulishgan. Mana shu xonalarga ko'chib kelib, bir xonaga ko'chib kelganman. Ishonmaysiz. Ikkinchi xonam poli bo'lmagan. Turganlarindek, mana bagel ishlab chiqarish sohasi bilan shug'ullanamiz. Bu sohaga mana hozir ichidan bir tajribaga ega bo'lib, hozir yaxshigina daromad qilyapmiz. Endi buni boshida gaplashamiz. Endi o'zimizning hayotimizni gapirib deyapman sizlarga. Migrant bo'lganman, Rossiya davlatida ham yurganmiz, Kurgan shahrida ancha ishlaganmiz. O'sha migrantlar daftarida turganmiz. U paytda o'sha temir daftar deyiladi. Buni aytishda uyat yo'q. Mana endi hozirga kelib bagel ishlab chiqarishni keng miqyosda yo'lga qo'yib oldik. Buni boshini aytsam, Turkiyaga ayolim ikkalamiz ishlagan, borganmiz, Istanbulda ishlaganmiz, ayda biz temirchimiz, qaynoqchimiz, endi qaynoqchi deyiladi. O'sha temirchilar bilan birga yurib, o'sha issiqxonalarda remont qilib yurib, issiqxonadagi agroponikaga ekilgan ekinlarni ko'rib, tagidagi tuproq, qora tuproqni ko'rib, bu nima deganda o'sha turklar Soljon deyishdi, chalishur deydi. Soljon chalishur, Soljon qayta ishlaydi degani. Turkchasiga Soljon deyiladi. Shu uchun qiziqib qolib, nima shuni O'zbekistonda qilsa bo'lmaydi deb kelib, izlanib, o'rganib kelib, şeyda qilishni boshlaganman. Juda ham men kutgandan ham a'lo natija. Masalan, migrant bo'lib yurganimizda ham daromad qilganmiz. Unda ham temirchi edim, unda ham $1000 pul topganman. Lekin baraka bo'lmagan haqiqatdan. Bitta avtomobil olishga 2 yillab, 3 yillab ishlaganmiz. O'ylab yuboraman. Mana bu soha, bu O'zbekistonimizda eng zaruriy mahsulot hisoblanadi-da. Bu yerimiz organik o'g'it. Lekin bu sohani juda ham barakali soha. Misol bir marta o'sha 5 kvadrat, 10 kvadrat chuvalchang bilan boshlasangiz, bu borgan sari ko'payadi. Siz hech kim to'xtata olmaydi. Bir yo'qolib qolib, qaytib qolib, misol hayvon boqsangiz soyasi ketadi. Bu olasiz o'g'itini, elab sotasiz, chuvalchangi yana 2 barobar, 5 barobar, 10 barobar borgan sari kengayadi. Bu juda barakali biznes. Yiliga 500 milliondan ortiq daromad qilamiz. Intilish, ishtiyoq kuchli bo'lish kerak. Men faqat chuvalchang sotaman deb emas, men bu sohani zo'ri bo'laman, bu sohani nomer 1 bo'laman. Albatta bu orqali xalqimga nafim tegadi yoki men buni chet elga sotib bir qanaqadir rejalar bo'lish kerak insonlar. Oddiy qiziqish bilan bo'lishi mumkin, lekin millionerga aylanish qiyin deymiz-ku. Endi bu millioner deb kulishyapmiz hozir, lekin insonda bitta biznesda hamda biznes 2 marta tug'iladi. Men hayotiy tajribamni aytib beray. Birinchi kallada, g'oyada, fikrda tug'ilish kerak. Va siz o'sha narsani oldindan ko'ra bilishingiz kerak. Ya'ni o'sha chuvalchang ishlab chiqarib turganingizni bu yerga misolda qadoqlab, men Chorsugacha, Toshkentga olib boraman, Chorsu bozoriga boraman, gul asr gullari, guldo'konlarga tarqataman. Endi migrantlikda Rossiyadan, boshqa davlatdan ishlayapmiz. Lekin meni mana bu soham o'zim uchun qulay deb o'ylayman. Hamma uchun ham bu hozirgi topayib turganga tenglashtirib bo'lmaydi. Migrantlikda qiyinchilik ba'zi albatta oiladan, ota-onadan, yurtdan, uzoqda bu oson emas. Migrant bo'lib ko'rganmiz, dokument deydi, bu deydi, bu deydi. Muammosi ko'p. Ba'zi uyingizda farzandlaringiz, ota-onangizni oldida yurganingiz yetmaydi. Kambag'allikka tushishga sabab insonda o'zida bir hayotiga bo'lgan muhabbati, qiziqishi yoki Alloh menga shunchalik ko'rish, yeyish, ichish ne'matlarini berdi. Albatta buni shukronasini qilishim kerak. Men albatta Alloh bergan shu ne'matlarga shukronasini qilib, albatta men o'zimda g'oyalarim, fikrlarim, qilayotgan biznesim bilan xalqimga, yurtimga, jamiyatga, insoniyatga nafim tegish kerak degan o'zida bir ishtiyoq bo'lish kerak-da. Keyingina bir nimadir bo'lishi mumkin. Aks holda turasiz, o'tasiz, u oddiy hayot bo'lib qoladi.